Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? 30-aprel sanasi bilan o'zimizni kichkinagina mini naslli g'unajilla fermasidan sizlarga chiroyli qilib video tayyorlaymiz. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasa. O'rtoqlar, o'zimizning xonadondan sizlarga video chiqarishga to'g'risi unaqa ko'p vaqt bo'lmayapti. Asosan shu klientlarga bu yoq Vodiy, bu yoq Samarqandlik asosan oldi sotdi qiladigan aka-ukalarimizga mollarni chiqarib boramiz. Uydan, xonadondan videolar ko'p chiqarishga vaqt bo'lmayapti. Bizani yangi kuzatayotgan obunachilarimiz bo'lsa, biza asosan sut yo'nalishidagi g'unajillarni savdoga qo'yib boramiz. Adresini aytib o'tdim. Toshkent tumani 3 qahramondan 3 kilometr kirgandan keyin o'zimizning xonadondan mana shu mollarni sizlarga savdoga qo'yib beramiz. Yangi kuzatayotgan obunachilarimiz bo'lsa, bittadan like bosib, podpiska qo'yib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Faqat bizda o'rtoqlar shu 15 milliondan boshlab 20, 25, 30 milliongacha bo'lgan sut yo'nalishidagi g'unajillarni sizlarga ko'rsatib boramiz. 30-aprel bugun sanasi. Xudo xolisa videodan ozorlashmaysizlar. Sizlarga har bitta mollarimizni bitta-bittadan chiroyli qilib arzonlarni chiqarib beramiz. O'rtoqlar, dastavka masalasida 12 ta viloyatlarga mashinalar bor, lekin biz o'zimiz kichkina o'zimizni shu changan mashinamizni Toshkent rayon, Toshkent shaharlariga men o'zim dastavkalarni qilib beraman. Nechta olsanglar ham O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beriladi, chiroyli qilib, xudo xolisa. Videodan uzoqlashmaysizlar, salomat bo'linglar. Yana bir marta assalomu alaykum, Chorva Toshkent YouTube kanalimiz a'zolari, qadrdonlar. Bugun sizlarga mana shu xonadonimizdan bir 7 tami, 8 tacha g'unajillarni savdoga qo'yamiz. Tayyor qochmasi kerak menga deb so'rayotgan obunachilarimiz uchun mana bu yerda 1, 2, 3 ta tayyor qochishga tayyor variantlardan bor, sal yoshroq patsos variantlardan savdoga qo'yib beramiz qadrdonlar. Videoda kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani boshladik. Birinchiligi ko'rsatib o'tadigan g'unajinimiz. O'rtalar, bu uchalasini narxi bir xil. Videoni boshida ham aytib qo'yaman, sizlarning vaqtinglarni bir 20 minut, 15 minut vaqtinglarni olib yarim soat maqtaganning hojati yo'q. Uchalasini narxi 19 million 500 ming so'mdan kami bor. Uchalasini bir joyda olgan akalarimiz bo'lsa, Vodiy, Samarqandgacha dastavkalarni qilib berishga harakat qilamiz. Lekin mana shu yerga kelib, ko'rib, hamma narsalarni ko'rib o'zingizlar ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchidagi bu o'rtoqlar, menga bo'yi baland o'sadigan variantiga ish qozman degan akalarimiz bo'lsa, mana bu turbamiz shablon, bo'yi yerdan turbamiz 1.20. Bu g'unajillarimiz bo'yi 1.30 plus degan g'unajillar. Bularni lekin hali o'lchab ko'rganim yo'q. Mollar kichkina mollar emas. O'rtoqlar, bu g'unajilimiz уже 80% tullovdan chiqdi. Mana qaranglar. Xudo xolisa menga cho'zoq yirik bo'ladigan variantidan keladiganligi. Mana qaranglar. Va jonivor. Menga yapaloqroq, dumaloqroq bo'ladigan variantidan keladiganligi buni hisobga. Xo'p. Narxlarni aytib o'tdik, 19 million 500 ming so'mdan. Alohida ham narxi farqi yo'q. Alohida ham sotilaveradi, bir joyda ham sotilaveradi. 19 million 500 mingdan kami bor. Orqa zapaslari, yillar, so'skalar dona-dona. O'rtoqlar, molimizda mana bu boksalarga ahamiyat berasizlar. Boksalari keng, orqalari ingichka mol emas, mana boksalarga ahamiyat berasizlar. Oyoqlari ana oqsil-poqsillardan chiqqan narsa emas. Bo'yinlar, kalla, terisi yupqa, mana jonivor. Xudo xolisa bir 20% yungi qoldi. Bitta tullovdan chiqib olsa, kuniga o'zgaradigan narsa, xudo xolisa. 19 million 500 ming so'm. Xo'p. Keyingisi o'rtoqlar, menga juda unaqa yirik bo'lmasa, lekin yaparoq, yiltiroq variantidan ish qozman degan akalarimga mana. O'rtoqlar, bu mollar hani 1,5 yosh, 2 yosh bo'lib qo'ygan, kurechini bizib qo'ygan mollar emas. Bular hammasi yosh buzoqlar. Yur jonivor, yiroqqa. Shoxni o'zi $1000 degan variantidan. Ana qaranglar, kallalarni. Mana, kallani qaranglar. O'rtoqlar, buni bo'yi adashmasam 1.25 lar atrofida. Mana. Lekin bu 1.10, 1.15 lik g'unajillar emas o'rtoqlar. Endi telefonda mol har xil ko'rinishi mumkin. Mana bu turbami bo'yi 1.20. Bo'ylari balandroq yoki sizlarga kichkinaroq ko'rinishi mumkin. O'rtoqlar, mollar mana shu ikkitasini o'rtasidagi bo'yi eng pastrog'i mana mashinasi. Taxminan 1.25 plus mo'ljaldan qo'rasizlar. Orqa korobkalarni qaranglar. Shuni olib qo'yasizlar. Orqa korobkalari, molli cho'ziqligi mana. Shuni olib qo'yinglar. Mana. Kallani qaranglar. 19 million 500 ming so'm xullas kami bor. Orqa korobkalarni bitta ko'rsatib qo'yinglar, qani. Yur jonivor. Ke. Mana.
Mana jonivor. Xo'p. Yana bir narsani aytib o'tib ketamiz. Mana shu mollarni sizlar mabodo videosini topa olmay qolsanglar, Telegramdan menga yozsanglar, Telegram kanalimizga qo'shib qo'yaman. Har bitta mollarimizni alohida videolar bor. Yuroqa jonivor. Yuroqa. Keyingisi o'rtoqlar, menga mana shunaqa tiniq aloqa orasidan o'sadiganidan kerakdigan okalarimiz bo'lsa, bu o'rtoqlar arqongacha unaqa zo'r tushmagan ekan, shuning uchun sal tortilib turibdi molimiz. Buni ham bo'ylari o'rtoqlar 1.30, 1.25 mo'ljaldan qilasizlar. Yedi ishsiz, salomatlikda umuman muammo yo'q. Mana kallalar. Rossiyskiy kishi qozoqlarimiz bo'lsa, bu hali buzotishida, bu yosh katta 1,5 yosh, 2 yoshli g'unajilda emas. Juda ham toza ozoda. Buni biz cho'miltirmaganmiz, o'zi tabiiy shunaqa. Soskalari ham uzun, mana qaranglar. Mana jonivor. Men mollardan qo'rqyapti, shuning uchun sal bu yoqqa yig'ilib turibdi. Hop, uchalasi 19.500 ming so'mdan kamini qilib beriladi. Hop, navbat endi bunisiga. O'rtoqlar, toza semental menga qimmatli qilyapti, gibrid bo'lsa ham bo'lardi degan obunachilarimiz bo'lsa, o'rtoqlar, gibrid bo'lsa ham uncha sementaldan sut berishda qolishmaydigan variantidan. Nimaga unaqa deyapman? Molimiz terisi yupqa, ibam sut kanallarini qaranglar. O'rtoqlar, soskalarni qaranglar. Mana jonivor. Taxminan bo'ylari 1.15 atrofidagi semental gibrid g'unajinimiz. O'rtoqlar, molimiz yedi ishti, salomatliklarda hech qanaqa muammosi yo'q. Kelib ko'zinglar bilan yana ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Taxminan shu 9 oy, 10 oy atrofidagi g'unajinimiz, hali bu 1 yosh bo'lmagan. Mana shoxlari ham o'ziga yarashgan. Janvori yaltiroqligini qaranglar. Bitta boqib qo'yaman, tinig'idan ko'zga tashlanib turadiganidan boqaman degan obunachilarimiz bo'lsa, zapaslarni qaranglar. Voy jonivorlarni qaranglar. Gap bo'lsin bu narsani. Ko'r jonivor mana. Teti. Turish qaranglar. Mana. Hop, o'rtoqlar 22.500 ming so'm ozgina xayrini qilib beramiz. Uni endi toza semental, bu deb yolg'on gapirish, unaqa narsa kerak emas. Toza semental bo'lsa, o'zi narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Gibridligini hisobiga 22.500 ming so'm. Xudo xolisa, ko'klarga olib chiqib boqadigan narsa. Yozlarga, kuzlarga qochib qoladi. 22.500 ming so'm kamini qilib beramiz. Hop, endi menga patsos sal puli yengilroq variantidan kerakdigan obunachilarimiz bo'lsa, mana. O'rtoqlar, bu mana g'unajinimizni sal kichkinaroq varianti. O'shani sherigi o'zi u yoqqa, uni bu yoqqa ajratib qo'ydim. Hop, buni bo'yi o'rtoqlar 1.10 plus. Yo, 1.10 dan baland, 1.15, 1.20 ga yaqinroq, chunki turbamiz 1.20. Shu 1.20 nari berisidagi buzoqlarimiz. Mana bunisi endi 1.10 plus. Mana ham qaraylik mollarni. Ikkalasini ham narxi bir xil. Buni ham bitta soskalarni ko'rsatib qo'yaysizlarga. Yur jonivor, yuroq. Mana qaraylar, soskalarni. Ko'ryaptimi? Mana jonivor. Qani shoxlarini kallangizni bu yoqqa ko'rsatingchi. Mana o'rtoqlar. Hop. Bu patsos g'unajillarimiz jupiga. Hop. 16.500 ming so'mdan xayrini qilib beramiz. Mana qaranglar. Orqa korobkalar. Orqa zapaslar, yelillar. Mana. O'sadigan variant o'rtoqlar, bular jaydari 12 million, 13 millionlik mollar bilan solishtirmaysizlar. Bular o'rtoqlar hozir sigir g'unajin paytida 2 million, 3 million qimmatroq sizlarga tuyulishi mumkin, lekin bular ertaga bo'g'oz bo'lib yetilgandan keyin jaydari mollardan 5 million, 10 million, 15 milliongacha razisiya qiladi. Mana shu g'unajinlar ham hazil ekan mol bo'lmaydi. Mana shu mollarni 12 million, 13 milliondan bozorlardan olishingiz mumkin, lekin rossiyskiy mana bunaqa mollarni hop, bunaqa pullardan topish qiyin. 16.500 dan jupiga 33 million kami bor. Telefon orqali chiqarasizlar. Video yoqqan bo'lsa o'rtoqlar, bittadan like bosib, kommentariyada fikringizni bildirasizlar. Sizlar poddeshka qilasizlar, bizning ishimiz shu yuraveradi, xudo xolisa. Mollar yoqqan bo'lsa o'rtoqlar, like qo'yamiz. Salomat bo'linglar.